Voy, dahshat, shu xabar hammaga tarqatinglar. Boboshbek bozorida mana. Hozir biz Qo'qon bozoridamiz. Ming borisiz. Shamolni qaranglar, mana kimlarning narsalar uchib ketgan. Biz hozir qandaydir kontent qilib bir video qilib olaylik deb kelindi. Viloyatimiz dastavkasi bor edi, ochib ketdim. Nech pulida aka bularingiz? 12 mingdan. 12. Ha. Voy, yuk uchib ketdi. Narxini ayta olmayman. Qaranglar mana. Odamlar mana shu holatda savdo qilyapsiz. Bemalol bizga zakasiz berib, tovarlarni uyingizga qabul qilib olib, bemalol savdoingizni oshirsangiz bo'ladi, chunki biz shuning uchun mehnatdamiz, shuning uchun xizmatdamiz. Qaranglar, Telegram kanaliga o'tinglar, Sifat Tekstil. Telegram Sifat Tekstil kanalida har bitta bozordagi mahsulotlar, qo'ldan kelgancha rasmlari, narxlari, material nomi va mahsulot qanchaligi. Iloji boricha shu bozor narxidan 5-10% narxini qo'yib tashlaganmiz. Misol 10 minglik narsa 11 ming joylanyapti. Biz ham to'g'risi bu yerdan olib qo'yapmiz ko'p narsani, ba'zilarini. 20 minglik narsa 22 ming. 30 minglik narsalarga asli 3 ming qo'yib 33 ming qilish kerak, lekin bir xilgisi 31 ming, 32 ming. Mana ham o bozor, ma'lumot o'rnida aytamiz. Mana bag'i bozor. Mana bag'i yana bozor. Bozor bag'i mana sekin. Ko'pchilik yig'ishtirgan. Ko'pchilik ketgan, bag'i endi pishibdi bozor. Sovuq bo'lishiga qaramasdan biz kuzatib turganlar mana shu nimaga kelgan bo'lishi mumkin, balkim. Yangi bozor deylar, mana shu yangi qilib qo'ygan. Ovozim qanaqa bo'lyapti bilmayman, lekin juda ham sovuq. Shamolga qarama-qarshi ketilyapti mana. Balkim video yaxshi chiqdimi yo'qmi, lekin onasini yemsin. Sovuq juda qo'l qotdi. Kontent iloji boricha sizlarni betdagi bozorda sistemani ko'rsatish, maqsad tushuntirish. Undan tashqari o'zimizga ham ozgina manfaati bor. Telegram kanaliga odam o'tadi. Telegram kanaldan bizdan kimdir narsa olsa 100 ming, 200 ming biz ham foydalanamiz. Hop. Lekin mana ko'ringlar, haqiqat, mana ko'ringlar haqiqat. Lekin mana bozor mana shu. Mana tovar. Hozir bir qadrdon akaxonimiz ko'rdik. Nech pulliklarni aytsangiz bir qator. Askaga 30 ming qilib bering. 56 gachalar 30 ming. 30 ming. Ola 19 ming. Ola 16 ming. 16 mingga dirko bormi hozir? Bo'ldi aka. Odammizmi biz? 17 ming palasalar 18. Odammizmi biz? O'sha 16 mingligini ochingchi. Shunday razmer. Nechadan nechaga chiqish? 58 62 gacha. 62 gacha 18 ming azizlar, bu faqat Siyanka bozorida. Bo'ldi shepim. Telefon nomeringizni aytsangiz, dastavka bo'lsa chiqarib yuborasiz. Bo'ldi. 90lik, 90lik 207 207 48 48 93. 93. Chek paynetlar ham bor esli. Akajon bozoringiz bersin, ishlaringizga omad. Ko'rishamiz, xo'p, rahmat. Ha? Yo, prosta video olib yurdim aka, qadrdonim tanishib qo'ying. Mana azizlar ko'rib turibsizlar. Antichenta. Hop. Biz hozir bozorda davom etamiz. Havo sovuq. Lekin iloji yo'q. Savdogarlar savdo qilishyapti. Ondan tashqari mana bozor turibdi. Mana bozor. Biz videoni to'xtatamiz chunki sovuq o'tib ketdi. Mana bozor ko'rib turibsizlar. Azizlar, charchamanglar. Havo bizda sovuq, вообще sovuq.
Keyingi videolarda ko'rishguncha qadrdonlar, charchamanglar, barchaga omad.